Agar mana shu nomerlardan sizga telefon bo'layotgan bo'lsa, mana oxiri 56, 57, 58 har xil bilan tugayapti. Telefon bo'layotgan bo'lsa, hech qachon ko'tarmang do'stlar. Mana shu kundagi mashinniklikning yangi turi. Balki siz aldanmassiz, lekin yaqiningiz bir soddaroq inson bo'lsa aldanib qolishi hech gap emas. Yaqinlarga borib qo'yinglar. Biz Paynetdanmiz, biz Uztelecomdanmiz, biz Uzumdanmiz. Yutuqli o'yin chiqdi. Birni bosib oling, ikkini bosib oling, 200 ming so'm, 300 ming so'm. Bunaqa skidga Momasinikini yebdi do'stlar, qaytarib aytaman. Zaynabi ham, boshqasi ham, bunga o'xshagani ham kim aldab yurgan bo'lsa, teshib, shu darajada teshib chiqsinki, boshqa teshik joyi qolmasin. Qanaqangi bir endi bir jirkanch, bir folbinlardagidek qarg'ish bo'ldi. Folbinlik ham mumkin emas do'stlar, bilasizlar, har tomonlama. Bitta savol beribdi yana. Folbinga boradi qaynonam. Bitta videoda ikkita savol. Folbinga boradi qaynonam, meni ham olib boradi. Erim bo'lsa, xo'p de, nima qilasan, onamda asabini buzib deb folbinga boramiz. Folbinga borganligi uchun, folbinlik bilan shug'ullanganligi uchun javobgarligi bor. Borganligi uchun Alloh javobini beradi. Shug'ullanganligi uchun ham Alloh javobini beradi. Yaqinlarga borib, haq-huquqlaring uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin. Har doimga o'sha menman Javohir Hasanov.